Fenerbahçe'dan transfer bombasi. Eldor Istanbul Grandining bosh maqsadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida debyut mavsumini haqiqiy benafiska aylantirib oldi. Istanbul Başakşehir safida ko'rsatgan fenomenal o'yini va to'purarlik mahoratidan so'ng 30 yoshli hujumchi Turkiyaning eng qudratli grandlaridan biri Fenerbahçening diqqat markaziga tushdi. Nufuzli Sports.com nashri tarqatgan xabarga ko'ra, sariqlarlar Shomurodovni o'z safiga qo'shib olish uchun rasmiy va amaliy harakatlarni boshlab yuborishgan. Eldor Shomurodov, Başakşehir'dagi sehrli mavsum. Italiya A seriyasidagi 5 yillik faoliyatidan so'ng Turkiyaga ko'chib o'tgan Shomurodov qisqa vaqt ichida mahalliy chempionatning eng xavfli quroliga aylandi. Superligada raqiblar darvozasiga 22 ta gol kiritib, mavsumning mutlaq to'purari bo'ldi. Eldorning gollari Nuri Shahin boshchiligidagi Istanbul Başakşehirni turnir jadvalida 5-o'ringa olib chiqdi va jamoaga UEFA Konferensiyalar Ligasi yo'llanmasini taqdim etdi. Fenerbahçening rejasi. Nima uchun aynan Shomurodov? Istanbul Grandi sport bo'limi klub rahbariyatiga o'zbekistonlik forvard bo'yicha to'liq va ijobiy hisobotni taqdim etgan. Klub Eldorni shunchaki oddiy transfer emas, balki alohida loyiha sifatida ko'rmoqda. Fenerbahçe rahbariyati jamoa hujum chizig'ida qanday o'zgarishlar bo'lishidan qat'iy nazar Shomurodov transferini yakuniga yetkazishni maqsad qilgan. Futbolchining universalligi nafaqat markaziy hujumda, balki qanotlarda va hujumkor yarim himoya chizig'ida ham birdek samarali o'ynay olishi ushbu transferning asosiy sababi sifatida ko'rsatilgan. Oğuz Çetin boshchiligidagi amaliy harakatlar transfer jarayonini shaxsan Fenerbahçe sport direktori Oğuz Çetin nazorat qilmoqda. Uning boshchiligidagi skautlar guruhi Başakşehir klubiga yuboriladigan ilk rasmiy taklif paketini shakllantirishni yakunlamoqda. Tez orada Istanbulning ikki klubi o'rtasida rasmiy muzokaralar boshlanishi kutilyapti. Fenerbahçening Shomurodovga bunchalik jiddiy qiziqish bildirayotgani bejiz emas. Klub yangi mavsum oldidan o'z oldiga maksimal vazifalarni qo'ygan. Chempionlik quruqchiligiga barham berish. Jamoa o'tgan mavsumda ham allaqachon an'anaga aylangan raqobatda chempionlikni Galatasaroyga boy berdi. Klub naqd 12 yildan beri Superliga oltin medallarini sog'inib qolgan. Yevropa Chempionlar Ligasi. Yangi mavsumda jamoa Yevropaning eng nufuzli turnirida ishtirok etadi. Yevropa Chempionlar Ligasining qattiq taqvimi va yuqori bosimga dosh berish uchun tarkibda Eldor kabi tajribali va kurashuvchan futbolchilarning bo'lishi suv va havodek zarur. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Eldor Shomurodov faoliyatida yangi va juda nufuzli sahifa ochiladi. Shomurodovga bo'lajak transfer oynasida va Yevropa Chempionlar Ligasi yo'lida omad tilaymiz. Futbol olamining eng qaynoq kundaligini biz bilan kuzatib boring.